Jizzaxga kiradi aytgancha. Massasi yaxshi. 500 tagacha beradi xudo xohlasa. Press. Iloji bo'lsa bedani shu 10-15% gullaganda o'raverish kerak uni ko'p. Har 20 kundan oshiq, 21 kunda tayyor bo'ladi. Jizzax viloyatidamiz, Mirzacho'l tumanida. Bu yerda 56 gektar maydonda Italiyani Jaya beda urug'i ekilgan. Doston aka, mana shu beda bo'yicha bir o'zingizni fikrlaringizni aytib o'rsangiz, nima deysiz bu urug' haqida? Urug' yaxshi. Har 20 kundan oshiq, 21 kunda tayyor bo'ladi, 22 kundami. O'rimga. Massasi yaxshi. 500 tagacha beradi xudo xohlasa. Press. 500 gektardan 500 tagacha. Necha yildan beri ekasiz? 6 yildan beri. 6 yildan beri. 6 yildan beri shu bilan shug'ullanamiz. Shu kengaytiryapmiz asosda. Nima o'ziga yarasha xususiyatlari bor bu Jayani? Xususiyati bu tez o'sishi, boya ingichka poyaligida-da, shu boyagi yaxshi. Mollarga ham yaxshi ketadi bu. Ingichka poya bo'lgani uchun xaridori ham yaxshi, press ham yaxshi, guli yaxshi buni guliga taxlanadi. Pressda ham. Birinchi o'rimda o'rtacha nechtadan press oldingiz mana shu daladan? Birinchi o'rimda 480 tadan tushdi. 480 tadan. Hozir bu ikkinchi o'rim xudo xohlasa. Ikkinchi o'rim, ha. Ikkinchi o'rim xudo xohlasa. Yana nimalar deya olasiz bu? Buni faqat shu yer bo'lsa ko'paytirish kerak bo'ldi. Zo'r, mana bo'ylari ham yaxshi, bo'ylari ikkinchi o'rimga tayyor o'ramiz xudo xohlasa. 1 metrcha bo'lib qolibdi. Shu barglaring tagigacha barg mana. Taglarigacha barg, ekiga mana stvollari ingichka, qalin emas. Bu degani deyarli hammasini mol yeydi. To'g'ri, mol qo'yib chiqarmaydi bu yerda. Iloji bo'lsa bedani shu 10-15% gullaganda o'raverish kerak uni. Ko'plar polni gullashini kutib o'tiradi, lekin unaqa emas. Bu hozir mana примерно sizni ham dalangiz 10-15% dan oshgan gullashi, mana shu paytda bedani tarkibidagi protein miqdori, ya'ni oqsil miqdori eng pikka chiqqan bo'ladi. Shunda 20-21% gacha chiqqan bo'ladi. Bu juda ham proteini nima deydi, ko'paygan payt. Shu payt o'rilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat sizga, barakasini bersin dehqonchiligingizga. Baraka topdik, Xudoga shukr.